Xo'jam, nima uchun ko'pchilik bemorlar eko qilganda yashirishadi? To'g'ri, buni bir nechta sababi bor. Birinchi sababi bu o'sha birovni urug'ini ishlatadi deb o'ylashadi eko qilishganda. Ikkinchi sababi shu ulardan eko tufayli paydo bo'lgan farzandlar ham kelajakda bepush bo'ladi deb o'ylashadi. Xususan bizning mentalitetda mana shunaqa noto'g'ri fikrlar bor va ko'pchilik oilalar mahallada mana shu narsani qilsak agar gap so'zga qolamiz deb o'ylashadi. Bular hammasi xato hisoblanadi. Xususan men yaqinda butun dunyo reproduktologlarni assotsiatsiyasini kongressiga borganimda Londonda birinchi marta eko qilingan ayol bilan ko'rishdim va ushbu ayolni o'zining nevaralari borligini menga aytdi va ushbu nevaralar ham tabiiy yo'l bilan dunyoga kelganligini aytdi. Umumiy aytadigan bo'lsak, eko bu bir bepushlikni muammosini bartaraf qilish uchun qilinadigan bir davolash usuli hisoblanadi. Va bu bir nechta etaplarni o'z ichiga oladi. Qilinganda hech qanaqa mana bunaqa muammolar kelib chiqmaydi. U aytilgan fikrlar, xalqdagi fikrlar, ular hammasi mif hisoblanadi. Bu narsani har bir bepush muammosi bor bo'lgan insonlar bilishi kerak.